Boshla. Siz boshlang. Sen boshla. Hocam nima? Men hajab yoshligimda boshimni devorga urmaganman, ota-onam bir narsa olib bermaganida. Men hajab bolam kara-karani yodlay olmasa, boshini stolga urmaganman. Unaqa yolg'on gapirma. Opacham urgan. Boshimni urganman. Unda jinoy bo'lib qolardi. Men hajab tegish tovoqlarni vaqti-vaqtida yuvaman. Ertasi kunga qoldirmayman. Men hajab ko'chadagi Majnun to'llimamni qilsa bilan bundoq qilib turib bargini olib tashlab, bolamni oyog'iga urmaganman. Urmayman. Mani chimni tarafdan eslab qo'yaman. İşte o yuvasliga ko'rninglar. Men hajab maktabga bormasligi uchun yolg'ontakka o'zimni kasal qilib ko'rsatmaganman. Men hajab ko'chadan lo'li kelsa ham uyga voy kiring chaqib beraman, kiring deb olib kirmaganman hajab. Men hajab ko'chadagi любой mushukni ko'tarib kelib, keyin tagini tozalamasdan o'tirmasdim. Men hajab birinchi muhabbatimni yig'lab eslamayman. Men hajab oxirgisini ham yig'lab eslamayman. Men hajab ertalab odamni uyqudan baqirib uyg'otmayman. Voy onayni oxirgi paytdan umuman baqirmasam Ya faqat oxirgi paytda. Men hajab uyqudan uyg'otayotgan paytimda soat 7 bo'ldi deb turib, soat 5 dan uyg'otib olmayman. Men hajab yo'lga chiqdim deb O'zi bilishadi. men hajab aytilgan joyiga vaqtida boraman. Ana, Nima kech qolaman. postoyanno kech qolasan. Men hajab 16 yillab bitta joyda ishlamaganman. Hammani qosh qovog'iga qarab. To'g'ri degansan.